Xo'p, xolajon, avvalambor xonadon muborak bo'lsin. Rahmat. Yaxshi kunlaringizga buyursin. Rahmat. Qisqacha o'zingizni nima desa bo'ladi? Samimiy fikrlaringiz, bizni haqimizda, loyiha haqida, o'zi umuman holat qanaqa bo'ldi, jarayon haqida bitta Rahmat. bo'lishing. Jarayonlaringiz ham yoqdi. Aha. 2 yildan beri kuzatib boraman. Aha. Hammasi yaxshi. Mana shu menga yoqqan uchun mana shu yerga keldim sizlarga. Ha. Buni Xudo xolasa bugun yaxshi niyatlar bilan birga o'zim uchun 2 xonali kvartira oldim. Zo'r, xayrli bo'lsin. Xayrli Boshlang'ich bo'lsin. puli Amin. Boshlang'ich qildim. 40 million, qildim. 40 million. Onali xonadon oldilar. Hozir ham videoga olishdan oldin gaplashib turdik. Endi sekin o'zim shu cholim bilan rohatini ko'rib yashaylik deb aytib ha. Xudo xolasa. Xudo xolasa xo'jayin bilan shu yerda birgalikda qarib qartayib mana shu yerda yashab, Shabadada. Zo'r. O'zingiz O'zim asosiy uchun. xursandmisiz? Xursandman. Allohga bersa shukr. Omadlaring bersin. Rahmat sizga ham. Xayrli bo'lsin. Aytganingiz kelsin. Boshlagan ishlaring omadlarini bersin. Inshaalloh. Hamisha mana shu yurt xizmatida bo'linglar. Inshaalloh. Olinglar, oldirmanglar. Inshaalloh. Bizga Omadlaring shu bersin. bildirilgan sizdagi insonlar ishonchini oqlab, o'z vaqtida bitirib, topshirishlikni ham nasib Amin. qilsin. Amin. Nasib qilsin. Yelkamizda Omadlaring bersin. juda ham katta mas'uliyati Albatta, bor. albatta. Shuncha inson ishonch bildiryapti. Albatta, Sizlarni ham Alloh umringlarni ziyoda qilsin. Amin. Alloh baraka bersin umringizga. Amin. Xursand bo'ldik shunchalik ishonch bildirganingiz uchun. Rahmat. Va bu kichkina bo'lsa ham Rahmat. bizning nomimizdan qabul qilasiz. Ishlaringda omad Ilohim tilayman. bitta duo qilib Xayrli bersangiz. bo'lsin. Oyinglar oldirmanglar. Yigit pirim, Sadovut pillarim qo'llasin. Mana shu xonadonlarni eson-omon bitkazib, mana shu Olmaliq shahrini hammasini xursand qilinglar. Ilohim. Omadlaring bersin. Ilohim. Rahmat kattakon. Rahmat. Alloh Salomat rozi bo'ling. bo'lsin. Rahmat. Salomat bo'ling.